Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun Moskvadagi akvatoriya akvariumning magaziniga keldik. Xudo xolasa chiroyli qilib obzorlarni qilamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Mana akalar kirishimizga boshlandi. Xo'p, kiraverishdi bu yerda. Nima desam bo'ladi, bu yer asosan bu tomonda, o'ng tomonda terrariumlar uchun xo'p narsalar bor ekan, aksessuar, ichiga soladigan napalniy shunaqa narsalar. Tepada terrariumni lampalari. Bular asosan sudralib yuruvchi jonivorlar uchun qilinadigan terrariumlarga solinadigan dekoratsiya shunaqa narsalar. Tepalarida ham bor. Bu tomonda kichkinagina akvariumchalar, kublar, miniscape uchun qilinadigan zo'r chiroyli akvariumlar bor ekan. Tak, bu tomonda shunaqa оборудование xullas, mayda-chuda aksessuar dekoratsiyalar. Tak, bu yerda ham shunaqa narsalar. Hop, bu tomonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu tomonda ham shu asosan terrarium uchun solinadigan, qo'yiladigan shunaqa sun'iy uyullar bor ekan. Tak, shunaqa. Ichkariga o'tamiz. Bismillah. Mana bu yer asosan Moskva baliqlar bor ekan. Qani bitta ko'ramiz. Juda ham chiroyli qilib mini rif qilib qo'yibdi. Kichkinagina kubikka juda ham ajoyib. Ichida bir donagina xullas o'zimizda Nemo balig'imiz bor ekan. Ko'pchiligi tanish. Xo'p, bu tomonda mana akalar. Xo'p, birinchida hozir tanganika, adashmasam tanganika baliqlar. Chiroyli qilib dekoratsiyalar qilib qo'yibdi mana. Toshlardan. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Voy, mana akalar. Mana buni go'zallik desa bo'ladi akalar. Birinchida lekin oddiy guppilar bor ekan. Lekin ko'pgina qilib toshab qo'ygan, juda ham chiroyli ko'rinyapti. Birinchida faqat paparetnik anubis, boshqa o'simlik ko'rmayapman. Lekin juda ham chiroyli chiqqan, dahshat. Like bosib qo'yamiz akalar. Mana bu yerda akalar. Bu yer yo terrarium yo palidarium. Menimcha palidarium. Chunki tagida suv bor. Palidarium. Ichi hozir aniq ko'rinmayapti, chunki yorug'lik juda baland. Hammasi живой o'simliklar akalar. Juda ham chiroyli qilib bezab qo'yibdi. Mana bu uzoqroqdan ko'rsatamiz. Mana akalar. Dahshat. Xo'p, bu yerda mana sotuvga komplekt qilib qo'yilgan akvarium bor ekan. Bir Koreyaga shunaqa dekoratsiya, Koreyaga ko'rib ko'rasizlar o'zingizlar. Mana bu yerda ham mana burchaklik akvarium bor ekan. Oldi avalniy, orqa tomon 90 gradusga burchak. Ko'rib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli qilib o'rnatilgan ekan. Ajoyib. Bu tomonda ham mana akalar morskoy baliqlar bor ekan. Endi bulardan hammasini nomini yaxshi bilmayman, to'g'risi akalar. Shuning uchun shunchaki ko'rsatyapman, nomlarini aytib o'tirmayman. Agar noto'g'ri aytib qo'ysam, endi shuni ham gapirib turishmasan, lekin negativchilar bo'ladi-yu. Mana akalar. Juda ham chiroyli, dahshat. Bu tomonda ham mana uголок qilib qo'yilgan akvarium bor ekan, oldi avalniy. Ichi mana ko'rib ko'rasizlar, chiroyli qilib rasteniyalar ekib qo'yibdi. Shaxsan menga yoqdi to'g'risi. Dekoratsiyalarni ham o'xshatib yuboribdi. Zadniy fonlarni ham o'xshatib qo'ygan mana akalar.
aytgancha akalar, mana bu yerda ham jurnalli stol qilib qo'ygan. Maxsus. Bunun ichida balalar suzib yuribdi. Hozir ko'rinyaptimi? Xo'p, mana. Bu tomonda ular kometalar suzib yuribdi. Parcha o'yi bor ekan. Juda ham chiroyli. Bular asosan sotuvga qilingan akvariumlar ekan. Xo'p, mana bu yerda ham mana akalar mini kubik bor ekan, kichkinagina. Chiroyli, faqat papiritnik bilan buts falandir bor ekan, 1-2 dona mo'x bor ekan. Juda ham chiroyli qilib qo'yilibdi. Zo'r. Bu yoqda shu sotuvdagi akvarium bo'lsa kerak, bu ham. Hop, ko'rinishdan yangi zapus qilinganga o'xshab, tepasida mana akalar, koreagalar, bular qolib ketib, shularni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar, koreagalar. Bu tomonda ham koreagalar, xullas. Bu tomonda shunaqa dekoratsiyalar. Bu yerda ham ajoyib koreagalar bor ekan, mana. Aytish esdan chiqibdi. Mana akalar. Bu yerda ham shunaqa dekoratsiya, koreaga. Tak. Xo'p, mana bu tomonda ham mana akalar. Dekoratsiya, zadniy fon, 3D fon. Tak. Shunaqalar. Mana pastda akalar. Sixlitnik, xishnik balolar bor ekan mana. Bu tomonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Bu yer palidarium, gupendleralar bor ekan, tepasida shunaqa mana живой o'simliklar. Ko'rib ko'rasizlar. Bunisi mana terrarium, akalar. Ko'pchilik terrarium bilan palidariumning farqi bormaydi. Shuning uchun men alohida aytib o'taman. Mana bular akalar terrarium. Buni ichida shunaqa faqat quruqlikda yashaydigan jonivorlar bo'ladi. Shunaqa akalar. Kalta kesalar turibdi. Mana bunisi ham mana terrarium. Ichida nimadir berkinib yotibdi. Sudralib yuruvchi hayvon, jonivor xullas. Shunaqa akalar. Lekin juda ham chiroyli. Like bosamiz. Hop, bu tomonga kiramiz. Tak, akalar, bu yerda orqa fonlar, bu yerda mana filtrlar, ko'proq AQL va EHM'niki men ko'rayotganlarim, ular juda ham yaxshi firmalar. Narxi qimmat, lekin sifati shunga yarasha juda ham zo'r. Hop. Pastda shu qo'shiladigan, akvariumga solinadigan shunaqa gubka, keramika, shunaqa narsalari, mana bu nima derdi, shu qo'shimcha narsalar, adashmasam. Shunaqa narsalar, xullas. Bu yoqda ham shu aksessuarlar, filtrlar, shunaqa narsalar, tepada kormlar, tetrakormlar. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Mana akalar, juda ko'pchilikga qiziq bo'lgan narsalar bor ekan bu yerda. Mana bu yerda akalar testlar bor ekan, mana. Xo'p, mana pastda akalar, mana diffuzor, drop checker, drop checkerga qo'yiladigan indikator suyuqlik, shunaqa narsalar bor ekan akalar. Bu yerda juda ham kerakli narsamiz bor ekan orqa tomonda. Ko'rib ko'rasizlar. Bu yerda mana akalar o'simliklar uchun quyiladigan udobrenalar bor ekan. Eng qizig'i akalar, bunaqa kichkina idishdagisi ham bor ekan, kichkinagina. Qulay. Bu yerda akalar morskoy akvarium uchun solinadigan shunaqa narsalar bor ekan. Testlari bor ekan.
Xo'p, akalar, bu tomonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda asosan akalar T8 lampalar, T5 shunaqa lampalar bor ekan. Ko'rib ko'rasizlar. Shu akvarium tozalaydigan skribok shunaqa narsalar bor ekan. Xo'p, bu tomonda mana обогревательlar bor ekan и gradusniklar bor ekan. Xo'p, shunaqa narsalar akalar. Bular mana aka mashqo'y akvariumga solinadigan pesoklar bor ekan mana. Shunaqa. Dekoratsiya o'lgan korallar deyiladi mana. Bular bir zamonlar tirik bo'lgan, o'lgandan keyin shunaqa toshga aylanib qotib qoladi. Shunaqa dekoratsiyalar bor ekan. Juda ham chiroyli. Bular marjon qoyalar akalar. Xo'p, bu yerda akalar peschanlik toshlar bor ekan. Yana qanaqadir toshlar har xil. Bizga asosan yoqadigani mana shu tosh. Dragon Stone. Juda ham ajoyib. Hop, tepada mana dekoratsiya uychalar bor ekan. Bu tomon akalar asosan shunaqa dekoratsiya narsalar ekan. Ichiga mana bunaqa pesoklar bor ekan. Aquascape'da foydalanadigan pesoklar. Bu tomonda ham shunaqa narsalar. Mana lava kroshka, bunaqa pesoklar, bunaqa gruntlar har xili bor ekan. Mana fraksiyasi mayda, katta, xullas har xili bor ekan. Bu yoqda mana sun'iy gullar. Bu yer to'g'risi kichkinaroq joyda joylashgan magazin ekan, lekin narsalari yaxshi. Toki akalar mana lava kroshkani maydasi bor ekan. Juda ham zo'r. Dahshat. Bunaqa gruntlar, voy. Bu tomonga o'tamiz. Endi qani baloqlarni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda akalar asosan Хромис красавец keyin papugaychik keyin yana qanaqadir sara baliq nomini bilmayman to'g'risi. Shunaqa baliq bor ekan. Bu yerda ham mana Hishnik sixlet shunaqa baliqlar ekan. Akalar pastda ternesalar bor ekan. Bu yerda ham mana shu tetrafantom, danio, ternesa aralash ekan xullas. Va bunaqa siamskiy vodorasled bor ekan. Bu yerda ham Ratostonus. Juda ko'pchilik yoqadigan baliq tetra. Shu baliqdan bor ekan. Bu yerda mana neon keyin mana bunaqa Corydoros valivi ekan. Dumlari uzunidan. Tak, bu yerda mana panda papugay,
yana qanaqadir bir dona baliq yuribdi, sariq. Qolganlari parchoviy, somik. Bu yerda mana ternetsal, kechirasizlar, bu yerda barbuslar, bu yerda sixletniklar. Pastdagi akvariumlarda baliq yo'q ekan anchalar. Hop, mana buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Akalar, bunda faqat gupilar bor ekan. O'simliklar buni. Xullas akalar, shunaqa narsalar bor ekan bu yerlarda, xudo xolisa. Xo'p. Bu yer qoldi, biz ko'rsatmagan. Mana bu yer palidarium. O'zlar ko'rib baho berib qo'yasizlar, chiroyli qilib qilingan. Bu yerda faqat o'litka. Boshqa narsa yo'q. Pastda mana zolotoy ribka, malineziya, xullas aralash. Shunaqa baliqlar bor ekan. Shunaqa narsalar akalar. Lekin menga yoqdi. Juda ham shinamgina joyda joylashgan ekan. Juda ham chiroyli. Xo'p, akalar, shu yerda videomizni to'xtatamiz, yakunlaymiz. Xudo xolasa akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan ham bir chiroyli joylardan yana bir video obzorlar qilishga harakat qilamiz. Poddeshkada bo'lib turasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.